taqdiri azalda albatta turmush o'rtoq yozilgan bo'ladi. Chunki undan tug'ilajak farzand taqdiri lavhul mahfuzga yozilgan. O'shaning uchun ko'pchilik xotinidan, eridan yoki atrofdagilardan, ota-onasidan ayniqsa nolayotganlar, men o'ylayman, to'g'ridan-to'g'ri Xudoga isyon qilyapti. Chunki sen noto'g'ri tanlab bergansan menga. Bandani holini o'zi tushunmasligi mumkin, lekin Alloh taolo yaratuvchidan kim zo'rroq tushiradi? Matching masalasida unga teng keladigan yo'q-ku. Eng sizga munosib mosini bergan, endi shu bilan siz imtihoningiz ham shu bilan. Biz narsani o'zgartirib, bizga berilgan narsani o'zgartirib, keyin komfort xohlaymizki, haligi biror bir narsaga erishamiz, baxtli bo'lamiz. Yo'q. O'zgargan taqdirda baxtli bo'lmaysan, chunki seni ichingda. Boshida savol berdingiz, halovat masalasida. Halovat kimda bo'lmas ekan, u badbaxt bo'lib qolaveradi. Faqat hashamat ichida badbaxt bo'ladi. Ya'ni kimdir o'ylaydi, kvartiradan uchastkaga chiqsam baxtli bo'laman deb. Sen kvartiradagi badbaxt eding, endi uchastkadagi badbaxt bo'lasan. Chunki ichida shu holat mavjud. Qalbing xohlab turgan, ruhing xohlab turgan ozuqani bermaguninggacha tashqari ziynatni o'zgartirgandan foyda yo'q deyman.